Xo'sh, hammaga assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Mening ismim Karim Husanjon. Endi bizda bugundan boshlab tekin noldan shaxmat darslari ham bo'ladi. Sizning bolajonlaringiz yoki qarindoshingiz yoki o'zingiz shaxmatni noldan tekin o'rganishingiz mumkin. Birinchi darsimizda biz shaxmat doskasi, figuralar va tarix haqida gapiramiz. Shaxmat bu ikki kishi o'ynaydigan o'yin. Strategik va juda qiyin o'yin bu hisoblanadi. Va shaxmatning vatani Hindiston, hamma biladi. Xo'sh, endi shaxmat doskasi haqida gapirsak, shaxmat doskasida 64 ta katak bor. Vertikal va gorizontalni ham 8 tadan. Va ko'rishingiz mumkin, tepaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qatorlar hisoblanadi va shu qatorlarning A, B, C, D, E, F, G, H kataklari ham mavjud. Misol uchun, birinchi sipohni bu katakka qo'ysak, ko'rishingiz mumkin, birinchi harf, keyin son aytiladi. Ya'ni C5. Hozir C5 bo'ladi. C5 ko'rishingiz mumkin. Birinchi harf aytiladi, keyin son aytiladi. Xo'sh, endi biz shaxmat figuralarini ko'rib chiqsak, taxlanish qanday qilib? Birinchi qatorda biz piyodalarni qo'yib chiqamiz. Ikkala tomonga ham ikkinchi va 7-chi gorizontallarda to'liq piyodalar qo'yiladi, taxlanadi ham. Xo'sh, mana ko'rishingiz mumkin, hozir piyodalarning qanday taxlanishini ko'rib chiqdik. Va bu sipohlarning nomi piyodalar deyiladi. Keyingi darslarda biz sizlar qanday qilib ularning yurilishi va boshqa narsalar haqida gapiramiz. Mana endi biz ruhlar haqida gapiramiz. Ruh bu taxtaning 4 ta chetida turuvchi sipohlar hisoblanadi. Va keyingilar bizda bular otlar hisoblanadi. Otlar. Va keyingi figura bizda fillar. Keyin D kataklarda farzlar va E katakda shoh hisob turadi. Va bu shaxmat sipohlarining to'liq taxlanishi edi. Qanday holatda, qaysi tomonda oq, qaysi tomonda qora taxlanishi mumkin deyishingiz mumkin. Har doim oq shoh qora Y katagida turadi, ya'ni E katagida turadi. Qora shoh esa har doim oq E katagida turadi, ya'ni bu 8-chi Y8. Misol uchun bironta sipohni yursangiz, nomini yaxshilab yodlab oling va taxlanishini ham, misol uchun piyodani yursak, qarang. Piyoda avval sipohning nomi, keyin esa katak, mana E katagi va raqam. Piyoda Y4 yurilishi. Misol uchun keyin esa otlarni yursak, ot F6 deyiladi. Va keyingi darslarda biz qanday qilib shaxmat sipohlarini o'ynalishi, yurilishini ko'rib chiqamiz. Hozircha faqat uyursizlar bo'ladi. Shaxmat sipohlarini qanday terilishi va kataklarning nomini yaxshilab yodlash. Misol uchun mana bu katak B katagi va birinchi gorizontalda B1 yoki ot B1 desangiz ham bo'ladi. Xo'sh, bunchalik shular edi. Keyingi darslarga qadar ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.